hammasi. Va nihoyat ikkinchi proyektimiz, ya'ni ikkinchi mini gelik proyektimiz tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar, egalari aytdilarki, "Aka, meni o'g'lim sizni mashinangizni rosa yaxshi ko'radi. O'shanga iloji boricha birga bir qilib bering" dedilar. Xullas, 1 oylik mehnatga o'zingizlar bitta baho beringlar. Ko'pchilik mashinaning narxini so'rayapti. "Aka, nech pul turadi o'zi bu mashina? Necha kilometr yuradi?" deb so'rashyapti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xarakteristikalarni polni yetib ketaman. Keyin prava olish kerakmi, prava olish kerak emasmi, nomer taqiladimi? Shu haqida ham ma'lumot beraman. Xullas, mashinani o'zi birinchi bo'lib asosiy ochib turgan narsasi bu diskasi bo'ladi. Qisqacha aytib ketaman. Diskani eng qimmat narsasi ham o'z diskasi. Xitoydan zavodga zakaz qilib, iminni shu mini gelik uchun yasattirib olib keldik. Kovanniy diska. Bilasizlar, bizda diska balon xizmatlari ham bor. Bu diskani inomarkalarga zakaz qilib olib kelinadi. O'zi aslida biz buni mini gelikka zakaz qilib olib keltirdik. Diska baloni bilan $2100 tushdi. Chetini o'zi qora edi, tifini qilib, o'rtalariga B emblemalarini qo'yib, originalni qilib berganmiz. Bu kovanniy diska bo'ladi. Kovanniy diska shunishlik uchun quyma diskadan qimmat yuradi. Frezerli apparatda yasaladi. Xo'p, mashinaga nimalar qildik? Mashinaga taxminan $10,000 dan oshib pul ketdi. Ya'ni bu mashinadan tashqari ketgan pulni aytolman, lekin kutilganga yarasha natija bo'ldi. Mana o'zimning mashinam. Bu endi mijozimizning mashinalari Bo'riboyvachchaga tayyorlab beryaptilar. Sal uzoqroq rakursdan bitta ko'ringlar turishini. Usti qora matvi, ichi tifini bo'ldi. Mana o'zimning mashinam bilan birga bir. Hattoki dizayn choklarigacha bir xil qilib berganmiz. Diskalari ham meniki lagan, ko'rasizlar. To'g'ri, meniki bilan birga bir bo'lmadi-yu, lekin 95% teshiklari ozgina boshqacharoq, 95% yaqin kelgan. Xo'p, qilingan ishlar. Mashinamiz mokri asfalt rangida edi. Biz buni qora matviga bo'yadik. Ochib turgan narsa ham mana shu mashinaning rangi bo'ladi. Bilasizlar, Tuning House'da Tuning House kuzov qo'shganmiz. Ya'ni mashinangiz kraska qilish kerak bo'lsa, o'tpet urilib qolgan bo'lsa, olib kelsangiz, inshaalloh Tuning House'da endi ishingiz bitib ketadi. Qilingan ishlar oldi kapotiga nakladka qo'yganmiz, karbonmiy stavkalari bilan. Tak, emblemalarni ko'rishingiz mumkin. Buni ham Brabus Tiffany'da qildik. Oldi aplisovkasi original Mercedes o'ziniki. Original Mercedes o'zinikini perdelka qilib, chetlarini perdelka qilib o'ziga tushirdik. Farasini e'tibor berishingiz mumkin. Farasi o'zi nikkel bo'lardi. Biz qora qilib, chetini 603 bilan bir xil qilib berganmiz. O'zini original farasi Mercedesga ikkita farasi $7,000 turadi. Biz o'sha jayniqi $7,000 farq qo'yishga birinchidan katta bo'lardi razmeri. O'zinikini o'sha replika varianti deydimi, birga bir qilib o'ziga keltirib qo'yganmiz. Tak, undan tashqari oldi bamferlari o'ziniki stok holatda qolgan. Mana yozuvlarga qarang, aka. Biturbo yozuvlari bilan borib, bir xil qilib. Bu original Biturboning original yozug'i bo'ladi. Tak, keyin kapotni ustidagi karbon elementga o'xshab turib, bakovini ham karbon akoprint qilib berganmiz. Ruchkalarni karbon akoprint qilib berganmiz. E'tibor berishingiz mumkin. Mana chetidagi plastmassasi oyoq tagidagi parokini, diskasini qora glansvida qilganmiz. Tomdagi bu ruchnoy yasaldi. Bilasizlar, gelikka zavodskoy chiqqan bo'ladi. Bunda bo'lmaydi. Bu voy, mana iPhone 16. Tepaga qo'yib qo'ydim, tushib ketib qoldi. Mayli, hech narsa qilmadi. Tak, bunisi ko'rishingiz mumkin, ruchnoy qo'lda yasaldi har bittasi. Bu bilan orqa tarafdagi spoileri. Orqa tarafdagi spoileri bilan meniki bilan birga bir qilib, o'sha Brabus 800 dagi qilib yasaldi. Tak, orqa tarafi mana Brabus 800 yozuvlari e'tibor berishingiz mumkin. Orqa taraf zapaskasini ustidagi karbonviy nakladkasi Brabus yozuvlari bilan birga bir qilib berganmiz. Xullas, har bitta detaliga alohida mehr berganmiz. Saloni, qisqacha salonni ko'rsatamiz. Saloni o'zi egalari aytdilarki, "Aka, qizil qilamizmi?" dedilar. "Aka, birga bir bo'lsin do'stim. Birga bir bo'lsin desangiz, aka, o'zimniki bilan bir xil qilib beraman" dedim. "Bo'ldi, aka, sizga ishonaman" dedilar. Hop, salonda qilingan ishlar nari tarafdan ko'rsatamiz. Salonda ham originalniy narsalar qilindi. Ya'ni obshivkasini ko'rishingiz mumkin. Obshivkasi polniy ko'jadan qoplandi. O'rtasini perforatsiyali AMG dizaynda stavka qilib berganmiz. Chetlari mana choklariga e'tibor bering, aka. Ko'ryapsizmi?
mani mashinamda qanaqa mehr bo'lgan bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa. Mana bu joylar nikkel, boshqacharoq rang edi, biz qora glansvida qilib berganmiz. Mana bu joyiga ham bitta e'tibor bering, aka. Mana bu koja. Kojani biz lazerda tekshirib, burmestr audio sistemaga o'xshab turib, kolonkalardan ovoz chiqishi uchun qilib berganmiz. Tak, endi men nari tarafdan o'tib olaman. Hurmatli operator, bu tarafdan kirsangiz, bu mashinachi o'zi, okalar, kattalar ham haydab yursa bo'lar ekan, bemalol. Chunki mana sidenasi bemalol orqaga, mana oldiga, ko'rasizmi? Surilyapti. Bemalol. Oldiga ham suriladi, orqaga ham suriladi. Xullas, eng orqaga sursam oyog'im yetmayapti mana. Ko'rasizmi? Gazni oxirigacha bosishga oyog'im yetmayapti. Sal oldiroq qilib haydashim kerak. Ya'ni kattalarga ham mo'ljallangan ekan. Xo'p, salonda qilingan ishlarga keladigan bo'lsa, tarpetkasi ham koja bo'ldi, plastmassa edi. Mana bu o'rtadagi kantlarni ko'rasizlar, qora kant qilib, bunaqa strochkalarni originalniy qilib qildi. Tak, mana bu joyi ham boshqacha rang edi, qora glansvida qildi. Tak, mana bu yerga multimedia sistemasiga to'xtaladigan bo'lsa, oynani включатili tushirib chiqaradi. Mana oynani elektronniy bu yoqda konditsioneri bor. Yoz bilasizlar, issiqda обязательно konditsioner kerak. Mana konditsioner ishlashni boshladi. Tak, bu yoqda pechka, avarinki knopka, mana bundoq turib noqsa, mashinamiz yuradi mana qarang. Ko'rasizmi? D. Mana zadnisi. Bu yoqda 360 gradus kamerasi bor. Qali. Bundoq qilamiz, mashina polniy 360 gradus kamera. O'zida yo'q edi, men buni Xitoyga borgan paytimda Xitoydan spesialniy mana mashina uchun olib keltirdik. O'zim bilan oldim. Monitorni o'zi $300 oshib turadi. Tak, undan tashqari patologiyaga e'tibor bering, aka. O'sha italyanskiy Alcantara rostigasim Italiyadan keltirilgan Lamborghini Ferrari'larda chiqadigan Alcantaradan 1 metr $135 turadi. Zvyozdiy neba qilib berganmiz. RGB 24 xil rangda yonadi. Hop, stoykalari, hattoki bunday remellarigacha Tiffany qilib o'zgartirib berganmiz. Sidena dizayniga bitta e'tibor bering, aka. O'rtasini perforatsiyali qilib, buni ham chetini qora kant qilib berganmiz. Chunki o'sha AMG Brabus sidenalarda xuddi shunaqasidan bo'ladi. Ibotga Brabus emblemalarini tushirib berganmiz. Tak, bu yoq o'rta bari yo'q, ruchnoyni o'zinikini qoldirdi. Ibotga besprovодной zaryadga qo'yib berganmiz. Qali aka, besprovодной zaryadga. Udobstvoni ko'ryapsizmi? Yana bitta eng asosiy qilingan ishlardan bittasi bu rul bo'ladi. Bu G-klassda o'zini original ruli. Ko'rishingiz mumkin. Rulni o'zi $450 dan oshiqqa tushdi. Bu yoq tarafga signalni ulab berganmiz. Mikrofon baland past qilish funksiyalari hammasi ishlaydi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu yoqda поворотнийлari hammasi joyida qaytadi. Xullas, dальний, ближний hamma narsasini kapkalojni qilib ishlatib, o'rtaga B emblemalarini tushirib berganmiz. Kaltini o'zinikini qoldirdi. Start stop qo'ymadik. Pulti ham bor mashinani. Tak, endi salon qismida mayda detallarigacha ahamiyat berdik hozir. Ko'p narsa esim kelmayapti. Misol uchun mana deflektorlarni ham o'zinikini qo'yganmiz. Misol uchun customli poliklarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana orqa tarafni qarang, aka. Shundoq qilsa shaq etib yotadi. Brabus emblemalarini lazerda yozdirib, polikini originalni ham bunaqa kovrikda tikib berganmiz. Gaz pedal, tormoz pedallarini ham qo'yib berganmiz. Undan tashqari mashinani polniy shumizolyatsiya qilib berganmiz. Lyuk ochmoqchi edik, tepasi tomida salondaqa vannali joyi bor ekan, shuning uchun o'zini patologini qoldirishga qaror qildik. Bakoy oynalari ham o'ziniki qoldi. Xullas, mashinamiz krasavchik bo'ldi, akalar. Tak, orqa tarafini qisqacha ko'rsataman. Orqa tarafi bitta ko'ring, aka. Orqa tarafiga ham odam sig'adi. Mana hozir old tarafda bemalol o'tirdimi? Orqa tarafida ham mana bemalol o'tira olaman. Ko'ryapsizmi? Monitorlari bor mana bu yerda. Xullas, monitorlari ham hammasi sensorning cho'tki ishlaydigan varianti. Orqa taraf obshipkalarni ham xuddi shunaqa AMG dizaynda, ekokojada ishlab qilib berganmiz. Xullas, aka, bir oy vaqtimiz ketdi. Mana shu proyekt qilishga. Orqa tarafini bitta ko'ring. Mana bagajligida ham joy bor-da. Agar maktabga yoki bog'chaga bormoqchi bo'lgan odam ham bemalol popkalarni qo'yib ketsa bo'ladi. Bunaqa joylarni ham hammasini kojada qilib, xudo xolisa, doda qilib berganmiz. Xullas, mashinamiz tayyor bo'ldi, aka. Endi mashinaning xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, bu apparatimiz oldingi safar, birinchi safar kirgani rastamoshka qilinmasdan kirgan edi. Buni bo'lsa rastamoshni, ya'ni bu elektromobil tokda harakatlanadi.
motori yo'q. To'liq zaryad bilan 180-200 kilometr yuradi. Maksimal tezligi 60. Xuddi elektromobillarga o'xshab, rastamoshka qilib 12% NDSini to'lab olib kirildi. O'sha taxminan 13 ming, 13,5 ming dollar atrofiga kirib keldi. Qilingan, sarflangan tuningiga yana taxminan shuncha pul ketdi. Endi buni shunday olib haydab yursa, to'g'ri, mamtigi Mercedes bilan qo'yib olsa, minigelik bo'lishi mumkin, lekin bunaqa idealniy sostoyaniyaga, bunaqa ko'rinishga keltirish uchun $1000, $2000 yetmaydi. Chunki diskasini o'zi $2100 turadi. Ko'ryapsizlar, patologlariga ham italyanskiy originalniy narsalar ishlatilgan. Okay? Xullas bizga farqi yo'q. Mini gelik bo'ladimi, katta gelik bo'ladimi? Boshingizni olib kelsangiz, inshaalloh sifatli qilib ishingizni bitirib beramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, okay, hamma ishi o'zimizda bitta. Ko'rishingiz mumkin. Kraskasini ham o'zimizda qildik, talonlarni ham o'zimizda tikdik Tuning House'da. Bundan tashqari rul perdelkalari, diskasi ham o'zimizda taqildi Tuning House sakada. Qanaqa ishingiz bo'lsa, Tuning House'ni hamma ishingizni kompleksni qilib bitirib ketsangiz bo'ladi inshaalloh. Rampda, velosipedda bolalar turishibdi. Havas qilishyapti mana bu mashinani ko'rib. Bu ham taxminan bir 12-13 yosh bolaga ketadi. Bo'riboyvachchaga ketadi, xudo xolasa. Endi bu menimcha Surxondaryoning ko'chalarida gullatib yuradi. Inshaalloh. Xullas, qisqacha obzorimiz yoqqan bo'lsa, aka bitta like bosib qo'yasiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Siz Tuning House original profilidasiz. 310 mingta odamimiz bo'ldi. Inshaalloh ko'proq do'stlarga tarqatib, podpisatsiya bosib qo'ysangiz, yana ham tezroq ko'proq odamlar ko'rib, sizlarga manfaatli videolar chiqaramiz inshaalloh. Xizmat bo'yicha pastda nomer qoldiramiz. Kevrasizlar akalar. Lekin menga ajoyib bo'ldi, lekin men o'zimga rosa yoqdi. Xudo xolasa o'zim ham bitta olib keltirib, nomer taqib, o'zimniki bilan bir xil qilib bitta shaharda haydamoqchiman. Plus, akalar, videomiz shu joygacha agar ko'rgan bo'lsangiz, siz rostdan ham avtomobil ishqiboz ekansiz, aka. Bizani qo'llab-quvvatlab turing, like bosing, podpiska tashing. Xudo xolasa keyingi videolarni kutib qolinglar. Salomat bo'linglar.